Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Haj amal ibadati o'zine qarata bir tarix bilan beylangan. Tarix beylanib tura Adam alayhissalom vaqtidan, İbrahim alayhissalom vaqtidan hamda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ana indi qamillashtirib qo'ya. Alloh subhanahu wa taolo Qur'oni Karimda bizga ayta: "Istauzu billah. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آية بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا." Allah subhanahu wa ta'ala ayta: birinchi yurt qaysi borliqqa keldi? Ul Makka jirliklarida. Qaysında Allah Teala'ga ibadat qilindi deb Allah Teala ayta. Anda bor sizga bir oyat, Allah Teala'ning bir bilgisi hamda istaligi. Ul İbrahim alayhissalom izlari dedi. Qadrli jamoat, birinchi yurt degan vaqtda Ka'batulloh maqsad bo'lib turadi. Adam alayhissalom jannatdan tushirilgach, Havo onamiz bilan birinchi o'rin qaysi alar yashadilar? Ul Makka jirliklari bo'lib turadi. Shu sababdan Makkani Ummul Qura, ya'ni shaharlarning onasi deb tani ataylar. Shaharlarning onasi. Chunki shu yerdan yashav Adam bolalarining taraluvı shag'anig'i bo'lib turadi. Alloh subhanahu va taolo Adam alayhissalomga jannatning bir istaligi bo'lib turadi, Hajarul Aswadni tushirib bir toshni. Adam alayhissalomning vatani jamoat yer tugil, jannat hamda Adam alayhissalom hamda Havo ana biz ular o'zining vatanlari jannatni sog'inganlar, ish esga tushirganlar. Alloh subhanahu va taolo jannatning bir o'lishin toshni indira. Ani tarixi bo'yicha aytalar, u oq tusda bo'lgan deylar. Lekin de kishilarning xatolar sababidan u qorala. Adam alayhissalom shu toshni Ka'batulloh o'rnina qo'yib, ani üstüne maxsus qurulma qo'ya. Shalash deb aytirgan mumkin. Hamda shunning tiresinde tavof qila boshlaydi. Tavof qila boshlaydi. Ani tiresinde yuriy boshlaydi. Ni sebepten? Chunki jannatda bo'lgan vaqtda Adam alayhissalom ko'rdi Baytul Ma'mur, ya'ni ko'kdagi bo'lgan Ka'batullohni qo'ysында farishtalar shular tavof qilib ibodat qilganlar. Shu vaqtdan jamoat Adam alayhissalom vaqtida bizda Ka'batullohimiz bo'ldi. Lekin de bino ravishida Adam alayhissalomning indi tuqumidan Shisa alayhissalom payg'ambar angar maxsus bino tuzdi. Toshlardan birinde indi rastvor solmisha bir toshni ikkinchi toshga qo'yib, maxsus toshdan indi binoni eng birinchi tuzgan payg'ambar Shisa alayhissalom bo'lib turadi. Qizg'anishga qarshi Nuh alayhissalom vaqtida kishilarning gunohga hamda putlarga tabunuga tushu sababidan Ka'batulloh bu yerdan yo'qqa chiqarildi. Suv bilan hamda vaqt bilan. İbrahim alayhissalom vaqtida Alloh subhanahu va taolo shu oilaga bira bir zo'r mumkinlik Ka'batullohni yangidan tuzirga hamda jirlikka kishilarga bir Allah'tan rahmeti hamda ni'mati yetib qoldirgan. İbrahim alayhissalom Ka'batullahni o'zining o'g'li İsmail alayhissalom tuzi. Hamda ani tuzigandan so'ng Alloh subhanahu va taolo o'sha İbrahim alayhissalomga G'azirindagi kishilarni hojga chaqirdi. İbrahim alayhissalom javob qaytardi: "Ya Alloh, nechik so'ng men kishilarni hojga chaqiram? Bitinda mening tovushni dunyo ko'lam eshitmayishaklar" degach, Alloh subhanahu va taolo angar o'sha chaqirga hamda angar va'da ita. Bu dünyanın qaysi ölüşünde kishilar bo'lmasa, Allah bütünüse keleshaklar Allah subhanahu wa ta'ala yurtuna ibadat qilarga, tavof qilarga, umrasi va hajin o'targa, bo'lsin mikan jayav, bo'lsin mikan hayvon ustida, osh hamda yalang'och holida, tuzanga botib kelsalarda kishilar keleshaklar, ya'ni yo'llarning nindigina qiyinligi bo'lmasa da kishilar keleshaklar shu yerga. Hamda İbrahim alayhissalom tog'ga ko'tarilib xalqqa hajni e'lon eta, hamda jamoat hozirgi vaqtda da kishi Alloh subhanahu va taolaga ishonu bilan, iymoni bilan hozirgi vaqtda har bir kishining bor tilagi, musulmonning tilagi ezgi Makka jirliklarning borib
Шушы Кәгъбәтулланы үз күзе белән күрергә, үз аяклары белән тавафын кылырга һәм дә дуаларын кылырга шушы изге урыннарда. Кадерле җәмәгать, мөэмин мөселманнар. Әлбәттә, Кәгъбә бинасы ул берничә мәртәбә төзелеп, үзгәртелде. Хәзерге вакытта без шул аның өлешен күрәбез, ничек Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында, ягъни шакмак рәвешендә төзелгән хәлендә. Ләкин дә әлбәттә, Хаҗар әсвад, Адәм алейһиссаламдан калган таш, хәзерге вакытта да Кәгъбәтулла эчендә, һәм дә без аны үз күзләребез белән күреп, гыйбадат кылган вакытта тотынып, ничек Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аны үбеп, иншаллаһу тәгалә бәрәкәтләнә алабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи тәгалә ва баракатуһу.